Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun yana Tojikistondan akalarimiz, ukalarimiz mana xalqimizning sevimli san'atkorlar tojikistonlik Abdurauf Olimov shogirdlari va jiyanlari kelishdi. Assalomu alaykum akalar. Ukalar yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Biz Xudoga shukr yaxshi keldik. Biz mana Abdug'ofur akam xonadonlariga tashrif buyurdik bugun. Kork PX5 Oriental xarid qilamiz akamizdan. Xudo xolasa mana chiroyli qilib ochib programmalar qilib beradilar. Kelinglar akamizdan instrument xarid qilinglar, kam bo'lmaysizlar xudo xolasa. Biz ham yaxshi niyatda keldik. Ishlaringizga Alloh rivoj bersin aka. Tojikiston qayerdansiz? Tojikistonni Jabbor Rasulov tumanidan, oldingi proletardan, Qo'lakandozdanmiz. Abdurauf akamning shogirdlari, yaqin shogirdlari. Bular jiyanlari. Ismingiz? Elyorbek. Elyorbek. Yosh avlod. Necha yosh? 21. 21. O, 21 yoshda Kork P5X Oriental ko'p emasmi 21 yoshda? Yaxshi niyatda. Yaxshi niyatda. Hazillashyapman-da endi. Ya'ni seriozga gapirayotganim qani. Ko'p emasmi? Yana bir takrorlayman. Elyorbek Kork P5X 21 yoshda ko'p emasmi? Yo'q. Joyida. Malades gapi. Bizning yoshligimizda bunaqa instrumentni chala olmaganmiz-da. O'shaning uchun biz yoshligimizda zamon mana shu yoshlarga shunchalik sharoitlar. Yoshligimizda ko'p instrument chalganmiz, lekin sraz bunaqa eng lideridan chala olmaganmiz-da. Omon bo'linglar. Buyursin, hazillashaman. Motivatsiya bo'lsin senga bu. Abdug'ofur aka men chalaman degan so'z bo'ldi. Shundaymi Elyorbek? Omon bo'linglar. Ushlayman buni. Ochamiz buni. Ochamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Buni zakreplen borda mana bunaqa zavodskoy. Zavodskoy buni plomba deyiladi. Shu plombada keladi. O'shani sal qiyinroq bo'ladi otish. O'shaning uchun qolgan instrumentlardan hammasidan anaqa bo'lib ketadi, sira bo'lib ketaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aka, buni qo'yib qo'yasizlar. Mana Kork P5X Oriental cholg'usini oldik. Aka yo'qdan ko'taramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Коробкасini o'sha rontalga olib qo'ying. Qo'ying. Mana olaveramiz. Olaveryapmiz mana. Mana. Yaxshilab ol buni. Kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa, Kork P5X Orientallar bu Tojikistonga ketadi. Ukamiz 21 yoshda Elyorbek salafanda otib chalyaptilar. Bundan zo'rlanib xudo xolisa inshaalloh hammasini salafanda chaling. Kimga shunaqa instrumentlar jo'natamiz. Bu niyatda endi bu. Niyat. Biz yoshligimizda bunaqa instrumentlar bo'lmagan bizning yoshligimizda. Aka? Shunday. Qo'ying. Gaplashib ochamiz-da endi. Bunaqa instrumentlar bo'lmagan yoshligimizda. Hozir mana zamonning talabi vatanimiz rivojlanyapti, butun dunyo rivojlanib ketdi mana. Innovatsiya g'oyalarni amalga oshirish borasida mana keng innovatsiyalar qilinyapti. Programma bo'yicha, instrumentlar bo'yicha, samplerlar bo'yicha mana ustimizda ishlayapmiz. Mana sekin yangi sampl innovatsiya deydimi? Butun dunyoda innovatsiya bo'lyapti xullas. Mana. Ana. Akalar buyursin, deb menga. Elyor o'zini ham olib qo'yaman mana. Tojikistonga ketadi bu. Elyor buyursin. Ukam. Rahmat. Yaxshi kunlik ishlatdik. Programma qilamiz va buni Tojikistonga yuboramiz. Akalar, Rahmat, sog' bo'linglar. bizani kuzatishda davom etinglar. Xayrlashmadik.